Chilonzor 9-kvartal, bir xona, ikki xona qilingan. 1,5 balkoni, 56 ming. Xo'p, aka 9-kvartallar internet o'ring. Arense Rayhon milliy taomlari, metro Mirzo-Ulug'bek, Bunyodkor stadion, Yaqin, bo'ldi. Taqalib qolganini qancha qilib beramiz aka buni? Endi kelishsin, ko'rishsin, naqdga ham sotamiz, ipotekaga ham sotamiz. Remontdan hech kim yashamagan ikkalovida ham. Ikkalasini ham remont euro xudo xolasa, to'g'rimi? Euro remont. Xo'p, ikkinchisi 10-kvartalda bir xona, ikki xona qilingan, to'g'ri, ipotekaga ham chiqar ekan, euro remont 51500. Buni narxini qancha qilamiz aka? 10-kvartal internet o'ring. Arense Farhod bozori. Aha. Buni narxini bo'lish narxi shu, chunki biz srochda bo'lgani uchun buni qimmat narx chiqazmadik. Hozir euro remont, konditsioner, mebel hamma narsasi bor. Naqd pul bilan kelganligi o'tib beradigan joyi bormi? Yo'q, buni eng minimal narx chiqazganmiz, o'tolmaymiz. Bo'lishi. Bundan ozgina o'tib berishga harakat qilamiz, chunki Zimako'ylarni hamma taniydi. Buni ustiga biz ko'p qo'ymaganmiz, eng yaqin insonimizniki. O'shaning uchun tezroq sotish uchun biz yakshanba kuni eng minimal narx chiqazganmiz. Qiziqqanlar uchun pastda o'zlarining nomerlari bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, Bektemir tumani yangi qurilgan kattasidan 2 sotiq. Fasadi necha xona, necha metr dedingiz? 7,5 metrga 29 metr. 7,5 metr, 29 metr. Narxi 75 ming turibsiz. Kelishadigan joyi bormi? Ozgina. Ozgina o'tib berasiz, xudo xolasa. Yonida yana bitta yer, to'g'rimi? Yeri bor. 2 sotiq. Buni narxi 30 ming, 15 mingdan 30 ming. Xo'p, fasadi. Fasadi 8,5 metrga 29 metr. 8,5 metr, 29 metr. Pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, qiziqqanlar. Proyektlari bor, hamma razresheniya bor qurilishga. Xudo xolasa, bo'ldi. Rahmat. Bildi. Yunusobod rayonidan qarab turganlar uchun xo'p. Orienter chiroqni qolay. Orienter sport kompleksi, yoshlik sport kompleksi. Yoshlik sport kompleksi. To'g'ri sotiq, 2 ta xona, 2 ta sanuzelli. Xudo xolasa, o'zlarining uylari o'rtada turmaydi hech kim. Pastda men nomerlarni qoldirmoqmiz. Narxini qancha deysiz? 187 ming dollar kami bor. Aha. Naqd pul bilan kelgan odamga taqalib qolganini qancha qilib berasiz, xudo xolasa? Endi kelishursa, erkaklar gaplashadi. Bo'ldi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Srochni sotish kerak. Xo'p. Uchastki. Orienter aytavering. Chorsi bozordan 200 metr yursa. Chorsi bozoridan 200 metr yurganda, xudo xolasa. Xo'p, 2,6 sotiq. Fasad necha metr? 11 mi, 12 mi, aniq bilmayman fasadini. 4 ta xona, kirpechni. 13 ga 13 fasad ekan. Yani shunaqa deb taxmin Aha. qildim. Narxini qancha qilib berasiz? Qo'lim taqalganini. 25 qilib beraman. 125. Ozgina remonti bor. Remont ozgina. Kirib yashaydigan holat, xudo xolasa. Bir yashasa bo'ladi, bemalol o'zimiz yashab. Naqd pul bilan kelgan odamga yana kelishtirib beriladigan joyi bormi? Unda ikkita uy ololmay qolaman deb qoladi. Ha. Balki kelishadi, biz ko'ramiz. Xudo xolasa. Yana bitta narsa, Pastda nomerlari. maktab, bog'cha, hamma narsa. Bir qadam shunday yursangiz 200 metrdan keyin chorsiz. Manikini fasadlarini so'ramadi. Sizga Shuni odamlar chiqadi. shuni aytaman. Fasadi? Hovli bor, hovli Sizga samonda. 13 tarsovoy. Bo'ldi. Suv, gazlardan Qo'li orienter aytavering. Bek baraka siti. Aha, Eshonguzordan 3 xona, 72 metr kvadrat, 8-etajda joylashgan. 8 etajdan 8-8. Remontlari mana shunaqa rasmda ko'rsatilgan holatda ekan. Pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, rasmdagidan tashqari yana pardalarni olib qo'yishgan ekan. Xo'p. Qoraqamish 1-3. Orienter ayting. Garzinkada. Rayon Olmazor. Xo'p. Birinchi etaj podovskisi bo'ladigan variant ekan. Remontlari Yaxshi. xudo xolasa yaxshi. 40 metr kvadrat. Ijaraga qo'yaman desangiz ham, mebellarni yangi qo'yilgan shu narsalar. Aha. Pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Rasmini ham ko'rsatasiz, kerakli rasmlarni Tashlab berasiz, nomeringiz yozilgani, xudo xolasa. Hovli so'raganlar uchun Uchtepa tumanidan Ko'kchoqtepa. Ayting aka ma'lumotlarni, xudo xolasa. ma'lumotlarni Uloyda joylashgan, fasadi 23 ga 14, 185 tomimizni naqd bilan keladigan bo'lsa, 175 ga beramiz. 175 taqalgan, to'g'rimi? Xudo xolasa savdosini ustida bo'ladimi yana sunnati? Bo'ladi. Xudo xolasa bo'ladi. Ustida bo'ladi. Ko'p emas lekin. Fasadlarni aytib o'tdingiz, 322 sotiq o'pishdi. Aha, nechta xona tushgan bu yoqda hozir? Hop, yangi tarafida 6 ta xona bor, eski tarafida 2 ta tualet hammom oshxonasi bor. Tualet hammom oshxonalar. Pastda nomerlarni qoldiramiz.
Bemalol o'zingizlar aloqaga chiqsanglar, rasmlarni tashlab beradilar aka. Hop. Yangi Darxonda etaj zo'r ekan, 5 etaj. 5-etajda 3 xona, 72 metr kvadrat. Bir tarafga qaragan bu, to'g'rimi? Hop, remontini gaz remonti deysiz, buni adashib yozishgan ekan. Xudo xolasa, narxini qancha qilamiz aka? 6 deyapmiz, endi tepasi savdo qilamiz. Aha. Eshitib beramiz endi. Qancha taqalib qolgani sizga? 64,5 qilib beramiz. Taqalib qolgani, xudo xolasa 64,5 ga berib yuboraman debdilar. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqarsanglar bo'ladi. Sergeli tumani, Yangi Hayot, Yangi Darxon. Endi balkim tushar, balkim tushmas. Mana aka nomerlari chiqaverasizlar. Sodingiz bersin. Bobur mahallada 3 xona, to'g'rimi? Birinchi etajda 82 metr kvadrat. Qanaqa bu planirovkasi? Skvoznoy bo'ladimi? Skvoznoy. Remontlari yevro remont ekan. Orientir mashina bozor. Xo'p, taqalib qolganini qancha qilamiz buni aka? 66. Oxiri 66. Qo'lingizga naqd tegadigan. Xudo xolasa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar ukamlarga.